Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Real Estate Murod kanalini kuzatib borayotgan obunachilarimiz, aka-uka tanish bilishlarimiz. YouTube'ga ham tez olganda deylar, mana tez hozir sizga 150 kvadrat 16 qavatli domda 4 xonali o'zi proyekt bo'yicha xonadon, lekin 3 xona qilingan uyi ko'rsataman. O'zi hamma 3 xonani 4 xona qilsa, akam nabarot qildilar. 4 xonani 3 xona qilib qo'yibdilar. Kiravurishdan boshlab boshlaymiz unda video obzorimizni. Asosiy xonadonimizga kiravurish eshigimiz. Shundoq kirib keldik, albatta bizni 10 qo'ldan boshlaymiz. Bu bizani oshxona, zal, как бы studiyniy qilingan. O'zi proyekt bo'yicha aytibdilar, mana mashinadan to'silgan bitta xona bu uyda yonimizda oshxona edi dedilar. Lekin men ochib yordim, katta oshxona bo'ldi dedilar. Oshxona babi katta bo'lgani yaxshi, bemalol ovqatni tayyorlaysiz, mana shu ovqatlanib o'tiradigan divanli zona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyin mana bu stol zonamiz qilingan va bu xonadonimiz 16-qavatda. Shunda mana bu Istanbul City bor-ku, Istanbul Cityning ro'parasi, o'ng qo'limizda aeroport, Maliy Koltsoy, ya'ni kichik halqa yo'ldan ham kirsa bo'ladi. Bunaqasi Nukusskidan ham kirsa bo'ladi. Xullas, Yakkasaroy to'yxona, hamma lokatsiyalarga yaqin joyda joylashgan 16 qavatli domimizni 16-qavatida. Bu oshxonamiz bo'ldi. Shunda xonadonimizga kirdik. Chap qo'limizda bo'lsa, bu bizani spalnamiz, birinchi spalnamiz va bu spalnamizning o'zini ichida sanuzyol bilan qilingan. Yana yaxshi tarafi ko'rib turgan hamma narsangiz shundoq qoldirib tashab ketiladi. Zo'rda. Ko'pchilik 3 xona bo'lsa ham, lekin kvadraturasi katta bo'lsin deyshadi. Mana shunaqa uy qidirgan mijozlarimiz uchun idealniy taklif. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu bizani zal qismimiz. Bu yerda ham o'zi ikkita xona bo'lgan ekan. Ochib o'rgan ekan. Lakamlar mana shunda o'tibdilar. Ikkita xona bo'lgan, mana shundan devor to'silgan, ikkita xona bo'lgan, men ochib bitta katta zal qilib yordim dedilar. Shunda bu spalni, bir taraf spalni bo'lganda, o'zining ichida sanuzyoli qolib ketgan va shuning uchun hozir mana shu zalimizning ichida ham o'zini sanuzyoli bor. Bu uyimizda общий 3 ta sanuzyoli bor. Birinchisi boyagi spalnamizning ichida, bu zalimizning ichida, keyin общийsi bor. Bu bizning zal qismimiz bo'ldi. Ro'parasida bo'lsa, keyingi yotoqxonamiz, ikkinchi spalnamiz. Ikkita spalna, bitta zal, bitta oshxona, lekin xonalar вообще katta, aka. Keyingi xonamizda bo'lsa, bu mana shu общий sanuzyolimiz, ya'ni gostivoy sanuzyolimiz bo'ldi. O'zi 16 qavatli dom, hozir mana shu ham videolarda qo'yib boraman, qaysi domligini ko'pchilik xullas taniydigan dom. Lokatsiyasi bo'yicha ham yaxshi. Eng shirin joyi narxiga keldik. Mana bu xonamizni ko'rsatmayman. Oshxonamizning ichida kladovaya komnatamiz bo'lgan, lekin xonadonning egalari как bolalar uchun bitta xona qilib qo'yishibdi. Buni lekin xonaga hisoblamayapmiz. Bu xonani ham agar xonaga hisoblaydigan bo'lsak, xullas xonalarning soni ko'payib ketadi. Buni xonaga hisoblamayapmiz, chunki bu po faktu garderobniy bo'lgan yoki o'sha холодная komnata bo'lgan. Shuning uchun buni xonaga hisoblamayapmiz. Atak bitta xona qilib ham foydalansa bo'ladi. Hozirgi kunda foydalanib turishdi xonadonning egalari. Eng shirin joyi narxiga keladigan bo'lsak, mana shu atrofdan xohlasangiz Istanbul Cityga kiring, xohlasangiz atrofimizdagi novostroykalarga kiring. Narxlar juda baland. Bu uyimizning narxi 1 kvadrati uchun $1200 so'ralyapti. Hamma narsalari bilan. 150 kvadrat, 1200, bu startvi yana ozgina o'tib beradigan joyi bor. Uyi egasini primoy telefon raqamlarini mana shu yerga yozib qoldiraman. Bemalol bizning nomimizdan murojaat qilaverasiz.